Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi tomonidan olib borilgan navbatdagi nazorat tadbirlari Qorasuv massivida o'tkazildi. O'rganishlar davomida ayrim fuqarolar tomonidan ko'p qavatli uylar atrofidagi hududlarni o'zboshimchalik bilan egallab olish hamda noqonuniy qurilmalar barpo etish holatlari aniqlangan. Mutaxassislar tomonidan fuqarolar o'rtasida tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilib, amaldagi qonunchilik talablari, shuningdek bunday qonunbuzarliklarning huquqiy oqibatlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Samarqand shahar Qorasuv massivida olib borilayotgan reyd nazorat tadbirlari davomida ushbu ko'p qavatli uylarning tutash hududida, ya'ni umumiy foydalanishdagi bo'lgan joylarda fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olib, o'rab olish holatlari aniqlanib, ushbu fuqarolarga ogohlantirish, tushuntirish ishlari olib borib, joyida bartaraf qilinyapti holatlar. Hamshaharlarimizdan shuni so'rab qolamizki, ko'p qavatli uylarni tutash hududida, keyin umumiy foydalanishdagi bo'lgan joylarni o'zboshimchalik bilan egallab olish, o'rab olish, mumkin emas bo'lgan, ya'ni noqonuniy ravishda qurilma qurib olish holatlarini qilmaslikni so'rab qolamiz. Bunday holatlarda o'zboshimchalik bilan egallab qurilma qurib olish holatlariga ogohlantirish berilib, bartaraf qilmagan taqdirda shu fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy kodeksining 129-moddasi tegishli bandi bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi jarima choralari qo'llanilib, holatni majburiy tartibda bartaraf etish yuzasidan sud organlariga da'vo arizalari kiritilishi tushuntirildi. Olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida aksariyat fuqarolar noqonuniy qurilmalarni o'z ixtiyori bilan bartaraf etishdi. Bu esa aholi o'rtasidagi huquqiy ong va mas'uliyatning ortib borayotganini ko'rsatadi. Biz mana Qorasuv massivida do'konimiz bor edi. Biz do'koniga noqonuniy tarzda oldini yopib, kengaytirish maqsadida oldini yopgandik. Qurilish inspeksiyasidan so'raysiz, hujjatsiz qilgandik bu ishni. Bizga ogohlantirish berildi. Biz buni o'z xohishimiz bilan oldik. Bunday ish qayta takrorlanmaydi. Eslatib o'tamiz, amaldagi qonunchilikka muvofiq bunday holatlar aniqlanganda fuqarolarga va mansabdor shaxslarga nisbatan belgilangan tartibda jarimalar qo'llaniladi.